Asli hasadniki tarifi başqalarının ilkideki nəsini şunun yo'qolab ketishini arzu qilish. Bu sökülgen hasad ma'u. Endi hasad biri ijobiy hasad. Endi uni arabchada g'ibti deymiz, uyg'urchada qiziqish desak bo'ldi endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor, shu la hasada illa fi isnayn deb. Hasad faqat ikki narsadagina bo'ladi. Biri bir odamga Alloh taolo Qur'on muhabbatini beribdi, Qur'on o'qish nimasini beribdi, kecha kunduz Qur'on o'qiydi, birisiga Alloh pul mol beribdi, kecha kunduz Allohning yo'lida nafaqa qiladi. Shunday odamga hasad qilsa bo'ldi deydi. Bunday odamga qiziqsa bo'ldi deydi. Bu ijobiy hasad endi. Endi salbiy hasad onun ilkideki narsa onundan bo'lmay manda bo'lsa ekan degan gapda. Ikkilisini birga talab qilsak mayli-ku, onundan bo'lsa, menga bo'lsin deydi. Biz bu ijobiy hasad, biz arzu qilish kerak. Masalan, palani yaxshi ish qilibdi. Men shunday yaxshi ish qilsam-chi, palani mol dunyoda abdan pul tepdim, men tapay. Tamam, o nima yo'q. Ammo aning yo'qolab ketib, menda bo'lsin deyish ma hasadniki xatarlik. Onundan bir xatarlikisi ham de Uyg'urcha hasad deb qo'ydi ekan. Menda bo'lmaganki onundan bo'lmasin. Menda bo'lmaganki onundan bo'lmasin. Bu hasad degan bunday ağır bir ictimai kisel ve insanınki psikisininki naçarlığının, ahlakının naçarlığının içki dünyasının bozukluğundan direkt bir tutkan bunday bir psikiki kisel, ruhi halet, kisellik bir halet iken bu. Nurgun adam onu his kılmaydı. Mesela bu hasad xo'p bazı vaqtda o'zi ziyon tasimi, o'zi ziyon tasimi aş başqalarının qo'ldagi narsa yo'qolab ketsa deb shuni kuchaydi ekan. Uningdagi mesela yer yuzidagi birinchi qotillik jinoyatimi hasaddan bo'lgan. Adem alayhissalomningki o'g'illaridan Habil bilan Qabil bunun hikoyasi mashhur ayna Qur'on Karimda bayon qilingan bo'lma. İkisi Alloh taolaning yo'lida qurbonlik qilgan. O'chaqdagi Allohning yo'lida atab qilgan qurbonlik, Allohning yo'lida atab qilgan sadaqa, nafaqa shunday narsani qilib qo'ysa bir yerga qabul bo'lgan bo'lsa bir o't kelib ko'ydirib atgan. Shunidan bilgan qabul ulabdi deb. İkkilen qildikan, masalan, o Habil abdan bir qo'yni qurbonlik qilgan Alloh yo'lida, onu aşda bo'zlab, tashlab o'tgan bir yerga. Tashlab qo'ygandan keyin o't kelib uni ko'ydirib atgan, hamini qabullab deb qo'shilgan. Qabil o ziraatçı ekan, o mal baqitgan ekan Habil. O ziraatçı bilan nima qilgan? Açlıqlarını naçarlarını akilib qolib qo'ygan, onu o'tma kelib ko'ydirib atmay. Ko'ydirib atmagan, bakanimga kelib bu Qabil, Habilni men seni öldürmen, seninki qabul qildi, mening qabul qilmadi deb hasadtincha bakanimga o bituqni ko'ksini o'ltirgan. Shuningdan boshqa hech qanday sabab yo'q uningda. O Habilning hech qanday gunohi yo'q uning qabul bo'lmasligida, lekin Alloh taolo uningini qabul qilmabdi. Qabul qilmaganligi shuningdan hasad qilib uni o'ltirib atgan gap. Uningki masalan Makkaliklarning bu kofirlikda ulab ketgan kofirlarning bu iymon etmasligining asosli sababi hasad qilishdan keliklikda. Masalan bir kuni Abu Cehil bazı vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Kabe'nin qaşda Mekke'de Kur'an o'qig'ini bunda o'g'irliqcha kelib tinshaytgan. Yana bir kishi kurab qolganda buni ikkinchi qatim ko'rsa, yana bir oqshomda yana kurab qoldi. Ya Abu Cehil sen iymon etdingmi? Ya iymon etmedim, men sen tinshavatsa desa bu Qur'onni tinshsam ko'nglim eliqi bir xil bir aram bo'lgan, aram topamikan deb. İman etmamsa yo'q dedi. Endi ikkimizning orasida adam yo'qmi edi? Rostini degan. Muhammadning dini haqmi, haq emasmi? Haq uning dini. Qur'onmi haq, uning dini haq. Ammo sen nima iymon etmaysiz? Yo, qara. Biz Muhammadninki qabilasi bo'lgan Hashim qabilasi bilan Qurayshning eng cho'ng qabilasi Hashim qabilasi bilan biz Mahsumi qabilasi tarixdan biri at chap turganda tang kelyapmiz. Hamma sharafda, hurmatda o'xshash. Masalan, hojilarga tamoq berish, hojilarga suv berishdan tortib bütün xizmatlarda o'xshash kelyapmiz. Biz bisimizin aşı raqobatlashib, cho'nglikni talashib kelayotgan bir qavm. Endi kelib ulardan bir peygamber çıktı. Haşim'den peygamber çıktı. Bizden bu peygamber çıkmasa ya biz çıkaramasa qanday qilamiz uçaqda? Anda onu inkar qilishimiz kerak deb rostini debadi. Deydi. Hasad mo'shunchalarga yerga apar. Hozirgi zamonda masalan kishilar, nurg'un odamlar o'zining nazarida bilim saviyasida tuvan odamlar, o'zining nazarida tuvan ko'radigan yoki o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir odam noat haq shunday yaxshi gap qilsa-mu, uningini Ettey, qasdan tinshmaydi. Shunlar nurg'un yaxshilikdan mahrum qoldi. Endi bu hasadninki hasad qilinguchiga ziyni bo'lishdan burun hasad qilguchining o'zini o'tda ko'ydirib, shunda o'zini shu bak yo'qotyapti-da, o'zgimi shunda ziyon. Bu bir mikrob endi. Bu mikrobni islomninki ko'rsatmasidan davolashning boshqa chora yo'q endi.